Assalomu alaykum jigarlar, yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan yana men Kaster. Bugungi ma'lumotim mana bu o'zi hamma bilib bo'lgan bo'lsa kerak, bilmaydiganlar uchun yana bir marta aytib ketaman. Mana bu yerga tadbirlar degan bo'lim bor, o'sha yerga kirsanglar. Mana bu yerga umumiy personaj uchun voucher deyapti. Короче, personaj olsanglar bo'ladi. Buni har bittasi 1 UC dan turadi. Bu yerga o'zi tekinga kelgan ekan. Buni sharti istalgan rejimda 100 daqiqadan o'ynaysizlar. Har bir daqiqa 100 daqiqa uchun mana birinchisi 100 daqiqa o'ynalgan 100 ta bergan, ikkinchisi 200 daqiqa o'ynalgan 200 ta bergan. Shunday qilib minutga o'ynaysizlar, любой rejimda minutda o'ynaysizlar, bo'ldi. Keyin buni olganinglardan keyin mana shu yerdan ishlatishga kirsanglar, уже mana bu yerda personaj chiqadi. Buni hamma bilsa kerak. Mana personajni olsanglar bo'ladi. Mana hozir 200 ta bor menda, 400 UC bo'lib qolgan. Agar 600 ta yig'sam tekinga tushadi bu. Buni olganinglardan keyin mana bunaqa emotsiyalar beradi. Emotsiyalar olsanglar bo'ladi. Короче, buni emotsiyani olish uchun ko'pchilik so'rabdi, emotsiyani qanday qilib olsa bo'ladi deb. Buni emotsiyani olish uchun level ko'tarish kerak, level ko'targandan keyin 6-level qilgandan keyin emotsiyalarni o'zi beradi. Level ko'tarish juda oson. 12 UC dan olsanglar ham bo'ladi. Level ko'tarishda 12 UC ham bo'ladi. Ham oddiy qilib UC olmoqchi bo'lsanglar, shu personajda ko'p o'ynasanglar o'zi beradi. Video yoqqan bo'lsa, like va obuna bosish esdan chiqmasin. Har doimgidek sizlar bilan Kaster bo'ldi. Sog' bo'linglar.